Bugun juda ko'p odamni qiynayotgan savolga aniq javob beraman. Eski pasport o'tmaydimi? Uni ID kartaga almashtirish shartmi? Kim hozirning o'zida harakat qilish kerak? Kim esa bemalol pasportining muddati tugaguncha yurishi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki pasport yoki ID karta bilan bog'liq xatolik bankda, notariusda, aeroportda, ishga kirishda, pensiya yoki nafaqa rasmiylashtirishda, hatto oddiy SIM karta olishda ham muammo tug'dirishi mumkin. Men bu videoda masalani oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu mavzu har bir oilaga, har bir fuqaroning hujjatiga tegishli. Avvallari O'zbekistonda asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport edi. Ko'pchilikda ichki foydalanish uchun berilgan biometrik pasport bo'lardi. Odamlar shu pasport bilan bankka borar, kredit olar, nikohdan o'tar. Uy-joy oldi sotdi qilar, ishga kirar, farzandiga hujjat rasmiylashtirar, pensiya olardi. Keyin bosqichma-bosqich ID karta tizimi joriy qilindi. ID karta pasportning ichki muomaladagi o'rnini egallay boshladi. Ya'ni O'zbekiston hududida shaxsni tasdiqlash uchun pasport o'rniga ID karta beriladigan bo'ldi. Bu karta plastik shaklda bo'ladi. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari va elektron ma'lumotlar bazasi bilan bog'liq identifikatsiya imkoniyati mavjud. Lekin shu yerda eng katta tushunmovchilik paydo bo'ldi. Odamlar, demak, mening eski pasportim endi o'tmaydimi? Bankda pasportimni qabul qilmay qo'yadimi? Men darhol almashtirishim shartmi? Agar almashtirmasam jarima bo'ladimi? Chet elga chiqish uchun ID karta yetadimi? degan savollarni berishni boshladi. Men aniq qilib aytaman. Agar sizda amaldagi biometrik pasport bo'lsa, uning muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, pasport yaroqsiz holga kelmagan bo'lsa, odatda u belgilangan muddatigacha amal qiladi. Lekin ayrim holatlarda ID kartaga almashtirish majburiy bo'ladi. Aynan qaysi holatlar ekanini hozir batafsil tushuntiraman. Masalan, sizning pasportingiz 2001 yilda berilgan va 2004 yilda muddati tugaydi. Bunday holatda siz yana pasport olamanmi yoki ID karta olamanmi deb o'ylaysiz. Hozir ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida odatda ID karta rasmiylashtiriladi. Ya'ni eski ichki pasport muddati tugagach, siz ID karta olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Muddat tugagan pasport bilan yurish tavsiya etilmaydi. Chunki ko'plab xizmatlar muddati o'tgan hujjatni qabul qilmaydi. Masalan, bank plastik kartani ochmoqchisiz, notariusda ishonchnoma bermoqchisiz, farzandingizni maktab yoki bog'chaga rasmiylashtiryapsiz, telefon raqamingizni o'z nomingizga olmoqchisiz. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, xodim sizdan avval yangi hujjat olib kelishni so'rashi mumkin. Agar pasportingizni yo'qotib qo'ysangiz, eski pasportimni qayta tiklab berishadimi deb o'ylamang. Hozir bunday holatda sizga ID karta rasmiylashtiriladi. Yo'qolgan hujjat bo'yicha belgilangan tartibda ariza berasiz, shaxsingiz tekshiriladi, kerakli to'lovlarni amalga oshirasiz va yangi ID karta olasiz. Misol uchun, bir fuqaro avtobusda hujjat solingan sumkasini yo'qotib qo'ydi. Ichida pasporti, bank kartalari, haydovchilik guvohnomasi bor. U birinchi navbatda ichki ishlar organlariga yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiladi. Eski pasport topilmasa yoki yaroqsiz deb hisobga olinsa, unga ID karta beriladi. Bu holatda men eski namunadagi pasportni xohlayman deyishning amaliy foydasi yo'q. Chunki tizim endi ID karta asosida ishlaydi. Bu ko'pincha nikohdan keyin bo'ladi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqdi va familiyasini erining familiyasiga o'zgartirdi. Bunday vaziyat eski pasportdagi familiya bilan yangi nikoh guvohnomasidagi familiya mos kelmay qoladi. Natijada bankda, notariusda, davlat xizmatlarida muammo chiqadi. Shuning uchun ma'lumot o'zgargandan keyin hujjatni yangilash kerak bo'ladi. Yana bir misol, fuqaro sud qarori yoki fadega orqali ismini o'zgartirdi. Masalan, hujjatda Abdulvahob deb yozilgan, lekin u ismni Abdulvahob shakliga o'zgartirmoqchi bo'ldi. Bunday holatda ham eski pasport bilan yurish to'g'ri emas, chunki davlat bazalarida yangi ma'lumot. Qo'lingizdagi hujjatda esa eski ma'lumot bo'lsa, har bir idorada tushuntirish berishga majbur bo'lasiz. Hujjatning yaroqsizligi deganda faqat yirtilib ketgani tushunilmaydi. Masalan, pasportga suv tegib yozuvlar o'chib qolgan bo'lsa, sahifalar ajralib ketgan bo'lsa, surat aniq ko'rinmasa, muhr yoki ma'lumotlar shikastlangan bo'lsa, pasport qabul qilinmasligi mumkin. Ayrim odamlar pasportni yillar davomida cho'ntagida, sumkada hujjatlar orasida ehtiyotsiz saqlaydi. Natijada hujjatning tashqi ko'rinishi buziladi. Bunday holatda idora xodimi hujjatingiz shubhali yoki yaroqsiz, yangisini olib keling deyishi mumkin.
Ayniqsa notarius, bank, aeroport, davlat xizmatlari markazi kabi joylarda hujjatning o'qilishi va haqiqiyligi juda muhim. Demak, pasportingiz yaroqsiz bo'lsa, ID karta olishingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonda fuqaro ma'lum yoshga yetganda birinchi marta shaxsni tasdiqlovchi hujjat oladi. Hozir bu jarayon ID karta orqali amalga oshiriladi. Ya'ni 16 yoshga to'lgan farzandingizga eski uslubdagi ichki pasport emas, ID karta rasmiylashtiriladi. Ota-onalar buni ko'pincha kechiktirib yuborishadi. Hali maktabda o'qiyapti, keyin olamiz. Universitetga kirganda kerak bo'lsa olamiz. Hozircha tug'ilganlik guvohnomasi bor-ku deyishadi. Lekin bu noto'g'ri yondashuv. Chunki 16 yoshdan keyin ko'plab rasmiy jarayonlarda shaxsni tasdiqlovchi alohida hujjat talab qilinadi. Imtihon, bank hisob raqami, stipendiya, ishga rasmiy kirish. Ayrim davlat xizmatlari uchun ID karta kerak bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi vaziyatlarda manzil, ro'yxat, fuqarolik holati yoki bazadagi ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Lekin hujjat bilan baza o'rtasida moslik bo'lishi shart. Agar sizning pasportingizdagi ma'lumotlar eski, bazadagi ma'lumotlar yangilangan yoki aksincha bo'lsa, tekshiruv vaqtida muammo paydo bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro bir viloyatdan Toshkent shahriga ko'chib keldi. Doimiy ro'yxat masalasini hal qildi. Lekin hujjatlardagi ayrim ma'lumotlarni yangilamadi. Keyin bankdan kredit olmoqchi bo'lganida manzil bo'yicha nomuvofiqlik chiqdi. Shunday holatlarda ID karta olish va ma'lumotlarni to'g'rilash masalasi dolzarb bo'ladi. Endi ko'pchilikni tinchlantiradigan qismga o'tamiz. Agar sizda biometrik pasport bor, uning amal qilish muddati tugamagan, ichidagi ma'lumotlar to'g'ri, familiyangiz o'zgarmagan, hujjat yirtilmagan, shikastlanmagan, siz uni oddiy ichki foydalanishda ishlatyapsiz, unda odatda darhol ID kartaga almashtirishga majbur emassiz. Siz pasportingizning amal qilish muddati tugaguncha undan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, pasportingiz 2010 yilda berilgan va 2028 yilgacha amal qiladi. Sizning familiyangiz o'zgarmagan, hujjat yaxshi holatda. Barcha ma'lumotlar to'g'ri. Bunday vaziyatda siz faqat hamma ID karta olyapti ekan deb vahimaga tushib, ishni tashlab navbatga yugurishingiz shart emas. Lekin xohlasangiz, qulaylik uchun ID karta olish masalasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Chunki keyinchalik baribir ichki hujjat satida ID karta keng qo'llanadi. Yana bir misol, 55 yoshli fuqaroning pasporti 2030 yilgacha amal qiladi. U pensiya oladi. Bank kartasidan foydalanadi, hujjati yaxshi saqlangan. U har oy migratsiya bo'limiga borib, menikisi o'tmay qolmadimi deb so'rab yurish shart emas. Muhimi, pasport muddati tugamagan bo'lishi va hujjatdagi ma'lumotlar amaldagi ma'lumotlarga mos bo'lishi kerak. Buni alohida ta'kidlayman. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun esa odatda xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ko'pchilik ID karta oldim, endi Turkiyaga, Dubayga yoki Rossiyaga shu bilan ketaveramanmi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Xorijga chiqish masalasida alohida pasport talab qilinadi. Ayrim davlatlar bilan maxsus kelishuvlar bo'lishi mumkin, lekin umumiy qoida shuki, xalqaro safar uchun xorijga chiqish pasportingizni alohida tekshiring. Ayniqsa chipta olishdan oldin, viza topshirishdan oldin, aeroportga borishdan oldin pasportingizning amal qilish muddatini tekshirib oling. Ba'zi davlatlar pasport muddati kamida 3 oy yoki 6 oy amal qilishini talab qiladi. Masalan, sizning xorijga chiqish pasportingiz 2 oyda tugasa, ayrim aviakompaniya yoki chegara xizmati sizni reysga qo'ymasligi mumkin. Ikkinchi nozik masala, pasportingiz amal qilsa ham ayrim tashkilotlarda xodimlar chalkashishi mumkin. Amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Fuqaro bankka boradi, pasportini beradi, xodim esa endi faqat ID karta kerak deydi. Aslida pasport muddati tugamagan bo'lsa va qonuniy kuchga ega bo'lsa, uni qabul qilish masalasi tegishli tartiblar bilan belgilanadi. Lekin joylarda xodimlarning bilimi har xil bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatda janjal qilmasdan, xotirjamlik bilan hujjatingizning amal qilish muddatini ko'rsating. Kerak bo'lsa, rahbar xodimga murojaat qiling yoki tashkilotning rasmiy talabini yozma shaklda so'rang. Masalan, siz notariusga bordingiz, pasportingiz 2009 yilgacha amal qiladi. Xodim ID kartangiz yo'qmi dedi. Siz pasportim amaldagi hujjat, muddati tugamagan, ma'lumotlarim o'zgarmagan deb tushuntirasiz. Agar baribir rad etishsa, rad etish sababini aniq so'rashingiz mumkin. Ko'pincha masala shu joyning o'zida hal bo'ladi. Agar kimdadir juda eski namunadagi biometrik bo'lmagan
pasport qolgan bo'lsa, bu alohida tekshiriladigan holat. Chunki yillar davomida eski namunadagi hujjatlar bosqichma-bosqich muomaladan chiqarilgan. Bunday pasport bilan hali ham yurgan bo'lsangiz, kechiktirmasdan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Sizning hujjatingiz haqiqiyligi, bazadagi holati almashtirish tartibi alohida ko'riladi. Ko'pchilik ota-onalar farzandining tug'ilganlik guvohnomasi yetarli deb o'ylaydi. Kichik yoshdagi bolalar uchun tug'ilganlik guvohnomasi asosiy hujjatlardan biri. Lekin bola 16 yoshga to'lgandan keyin ID karta masalasini kechiktirmaslik kerak. Agar farzandingiz 16 yoshga to'lgan bo'lsa, uning tug'ilganlik guvohnomasi ota-onasining hujjatlari va kerakli ma'lumotlar asosida ID karta rasmiylashtirishga tayyorlaning. Masalan, pasportda Gulnoza deb yozilgan, boshqa hujjatda Gulnora deb ketgan. Yoki pasportda tug'ilgan sana 12 mart. Diplomda 20 mart yozilgan. Yoki otasining ismi bir hujjatda o'g'li shaklida, boshqasida boshqacha yozilgan. Bunday farqlar keyinchalik meros, pensiya, uy-joy, sud, bank, chet el hujjatlari masalasida katta muammo tug'diradi. Shuning uchun ID karta olayotganda barcha ma'lumotlaringizni diqqat bilan tekshiring. Arizada xato bo'lsa, keyin uni tuzatish ko'proq vaqt va asab talab qiladi. Agar siz familiyangizni o'zgartirib ID karta olsangiz, bu bankdagi, ish joyingizdagi, soliqdagi, kadastrdagi, sug'urta yoki boshqa tizimlardagi barcha ma'lumotlar bir zumda mukammal yangilandi degani emas. Amaliyotda siz alohida tashkilotlarga yangi hujjatingizni taqdim etishingiz kerak bo'lishi mumkin. Masalan, bankka borib ma'lumotlaringizni yangilatasiz, ish joyingizdagi kadrlar bo'limiga nusxa berasiz. Notarial ishlar bo'lsa, yangi hujjat asosida tekshirtirasiz. Tasavvur qiling, siz avtomobil sotyapsiz yoki uy sotib olyapsiz. Hujjatlaringiz orasida pasport muddati tugagan. Agar notarius buni vaqtda ko'rsa, ishni to'xtatadi. Bu yaxshi holat. Chunki xatolik oldindan aniqlanadi. Lekin agar biror shartnoma noto'g'ri ma'lumot bilan tuzilsa, keyin uni tuzatish, bekor qilish yoki qayta rasmiylashtirish ko'proq muammo keltiradi. Shuning uchun katta bitimlardan oldin pasport yoki ID karta holatini oldindan tekshirib oling. Ko'pchilik pasportining qachon tugashini bilmaydi. Hujjatni olib berilgan sanasi va amal qilish muddati yozilgan joyini tekshiring. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, kutib o'tirmang. Chunki hujjat rasmiylashtirish uchun vaqt ketadi. Navbat bo'lishi mumkin. To'lov, suratga tushish, ma'lumotlarni tekshirish jarayoni bor. Pasportdagi familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, jins, fuqarolik ma'lumotlarini tekshiring. Nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, diplom, haydovchilik guvohnomasi, bank ma'lumotlari bilan nomuvofiqlik yo'qmi? Qarang. Agar farq bo'lsa, migratsiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borishdan oldin qaysi hujjat asosiy ekanini aniqlab oling. ID karta olish uchun odatda migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan aniqlang. Ba'zi joylarda elektron navbat, oldindan yozilish. Davlat xizmatlari markazi orqali murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Borishdan oldin ish vaqti, kerakli hujjatlar va to'lov miqdorini aniqlab oling. Odatda sizdan amaldagi pasport yoki almashtirilayotgan hujjat, ariza, davlat boji yoki belgilangan to'lov, ayrim holatlarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yo'qolgan bo'lsa tegishli tushuntirish yoki ariza talab qilinishi mumkin. Har bir holat alohida bo'ladi. Masalan, muddati tugagan pasportni almashtirish bilan familiya o'zgargani sababli almashtirish bir xil hujjatlar ro'yxatini talab qilmasligi mumkin. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, telefon raqami, manzil va boshqa ma'lumotlar xatosiz bo'lishi kerak. Bitta harf nima qiladi deb o'ylamang. Bitta harf keyin bankda ham, notariusda ham, chet el hujjatlardan muammo qiladi. Xodim ma'lumotlarni kiritayotganda ekranda yoki qog'ozda tekshirish imkoniyati berilsa, albatta o'g'ing, shoshilmang. Navbat kutayotgan odamlar borligi uchun asabiylashmang. Bu sizning asosiy hujjatingiz. ID kartani qo'lga olganingizdan keyin darhol ma'lumotlarni ko'rib chiqing. Ism, familiya, tug'ilgan sana, hujjat raqami, amal qilish muddati, surat, boshqa asosiy ma'lumotlar to'g'rimi tekshiring. Agar xato ko'rsangiz, keyin tuzatarman demang. Shu joyning o'zida xodimga ayting. Erta aniqlangan xato tezroq tuzatiladi. Agar sizning hujjat raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank, ish joyi, o'quv muassasasi, kadastr, soliq, sug'urta, mobil operator kabi tashkilotlarda ma'lumotni yangilash kerak bo'lishi mumkin.
Ayniqsa sizda kredit, depozit, ish shartnomasi, pensiya, nafaqa, stipendiya, ijara shartnomasi yoki yuridik ahamiyatga ega boshqa ishlar bo'lsa, yangi ID karta ma'lumotlarini ularga yetkazing. Agar sizga ID karta berilgan bo'lsa, eski pasportning maqomi qanday bo'lishini xodimdan aniqlang. Ba'zi holatlarda eski hujjat bekor qilinadi yoki tegishli belgi qo'yiladi. Bekor qilingan hujjat bilan keyin bankka yoki notariusga borib ish qilmoqchi bo'lsangiz, muammo chiqadi. Shuning uchun qaysi hujjatingiz amalda ekanini aniq biling. ID karta oldim deb xotirjam bo'lib qolmang. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, xorijga chiqish pasportingiz bor yoki yo'qligini, uning amal qilish muddatini, boradigan davlatingiz talablari qandayligini tekshiring. Masalan, siz aprel oyida safarga chiqmoqchisiz, pasportingiz iyun oyida tugaydi. Ayrim davlatlar bunday pasport bilan kirishga ruxsat bermasligi mumkin. Shuning uchun safardan kamida bir necha oy oldin hujjatlarni tekshirish eng to'g'ri yo'l. Bu mavzuda ikki xil xato bor. Birinchi xato, ertaga hamma pasport bekor bo'lar ekan deb vahima qilish. Ikkinchi xato, menga hech qachon kerak bo'lmaydi deb yillar davomida muddati tugagan yoki yaroqsiz hujjat bilan yurish. To'g'ri yondashuv shuki, hujjatingizning muddatini, holatini va ma'lumotlarini tekshirasiz. Agar almashtirish kerak bo'lsa, tartibli ravishda murojaat qilasiz. Agar hammasi joyida bo'lsa, hujjatingiz muddati tugaguncha undan foydalanasiz. Birinchi misol. Dilshodning pasporti 2027 yilgacha amal qiladi. Uylanishmagan, familiyasi o'zgarmagan pasporti yaxshi holatda. U hozir darhol ID kartaga almashtirishi shart emas, lekin xohlasa qulaylik uchun almashtirishi mumkin. Ikkinchi misol. Madinaning pasporti 2023 yilda tugagan, lekin u hali ham shu hujjat bilan yuribdi. U bankka borganida hisob ochishda rad javobi oldi. Bu holatda Madina ID karta olish uchun tezda murojaat qilish kerak. Uchinchi misol. Savara turmushga chiqdi va familiyasini o'zgartirdi. Eski pasportida qizlik familiyasi qolgan. U ish joyida, bankda va notariusda muammoga uchramaslik uchun ID kartani yangi familiya asosida rasmiylashtirish kerak. To'rtinchi misol. Aqmal chet elga ishlashga ketmoqchi. U ID karta oldi va shu yetadi deb o'yladi. Lekin aeroportda yoki chipta rasmiylashtirishda unga xorijga chiqish pasporti kerakligi aytildi. Demak, ID karta ichki hujjat. Chet el uchun alohida pasport kerak. 5-misol. 16 yoshga to'lgan Jasurning ota-onasi hujjat olishni kechiktirdi. Keyin u kollej, imtihon va bank kartasi masalasida qiynaldi. Agar ota-onasi vaqtida ID karta rasmiylashtirganida, bu muammolar bo'lmasdi. Demak, eski pasportingiz avtomatik ravishda hamma joyda bekor bo'lib qoldi. Degan gap noto'g'ri. Agar biometrik pasportingizning muddati tugamagan, ma'lumotlaringiz o'zgarmagan va hujjat yaroqli bo'lsa, odatda undan muddatigacha foydalanishingiz mumkin. Lekin pasport muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz bo'lsa, familiya yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar o'zgarsa, 16 yoshga to'lgan fuqaro birinchi hujjat olayotgan bo'lsa, ID karta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Mening tavsiyam, bugunoq hujjatingizni tekshiring. Amal qilish muddati, ma'lumotlar to'g'riligi, hujjatning holati va chet elga chiqish pasportingizni alohida ko'rib chiqing. Shunda bankda, notariusda, aeroportda yoki davlat xizmatlarida kutilmagan muammoga duch kelmaysiz. Sizda hozir qaysi hujjat bor? Eski pasportmi yoki ID kartami? Almashtirishda muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir fuqaro uchun kerak.